Kiyevdagi maxfiy kotej siri. Zelenskiy xotini bilan ajrashyapti. Manba. Tramp vitse-prezidentga maktub qoldirdi. Unda prezident o'ldirilgan taqdirda nimalar qilinishi kerakligi yozilgan. 2026-yil hal qiluvchi yil bo'lishi mumkin. Kiyev urush taqdiriga oid muhim signal berdi. Eron endi arab davlatlarini yakson qilishi mumkin. Tehron buning sababini ham aytdi. Pekin AQShni ogohlantirdi. Tayvanga qurol yetkazish oqibati qanday bo'lishini aytdi. Siyosiy inqiroz. Yermik folbinlar orqali raqiblarini issiq sovuq qilgan video.